Avgust oyi boshlandi. Bu degani qo'ylarni juftlashish mavsumi keldi. Har yili avgust oyida qo'ylar tabiiy ravishda kuyga keladi. Ya'ni qo'chqorlar bilan sog'liqlar qo'shilish paytida bo'ladi. Avgust oyida qo'shilgan qo'ylarimiz yanvar oyining oxiriga borib tug'ib beradi. Bu mavsumdan unumli ravishda foydalanib qolish uchun qilinadigan bitta ikkita ishlar bor. Videoni oxirigacha ko'ring, hozir ma'lumot beramiz. Birinchi navbatda podaga sifatli, nasldor, toza qonli qo'chqor tanlash kerak. Toza qonli, sifatli qo'chqor podani ham sifatli qiladi. Undan tug'iladigan qo'zlar baquvvat, immuniteti yuqori, kuchli va nasldor holatda qo'zlar tug'iladi. Ikkinchi navbatda ularni yeyotgan oziqasiga e'tiborli bo'lish kerak. Ularning oziqasi sifatli, kaloriyaga va vitaminlarga boy bo'lish kerak. Oldida esa doimiy ravishda toza suv turishi kerak bo'ladi. Uchinchi navbatda esa ona qo'ylarni bo'g'ozlik davriga tayyorlash uchun, qo'chqorlarni esa jinsiy quvvatini oshirib berish uchun Yesilen va immunobaza preparati bilan qo'ylarning holatiga qarab 3 grammdan 5 grammgacha muskul orqali yuborib qo'yiladi. Ona qo'ylarni jinsiy organlarini faollashtirib, kuyga kelishini tezlashtirib, bo'g'ozlik davriga tayyorlab beradi. Qo'chqorlarni esa jinsiy quvvatini oshirib beradi. Mavsum oldidan profilaktika maqsadida ushbu preparatlarni qo'ylarga yuborib qo'yilsa, vaqtida urug'lanadi, vaqtida tug'adi. Xullas, akalar, mavsum boshlandi. Qo'ylarni juftlash payti keldi. Qo'chqorlarni sog'liq qo'ylarga qo'shish kerak. Bu videoni qo'y boqadigan barcha tanishlarga yuborib qo'ying, foydali bo'ladi.